Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videoda sizlar bilan birga jo'ja boqish sirlari haqida gaplashamiz. Nima qilsalaring jo'jalaring o'lmay katta bo'ladi. O'sha haqida bugungi videomda gapirib o'taman. Yem masalasiga keladigan bo'lsak, yem berayotganda yemga qaraymiz. Bu kepak aralashgan bug'doyni maydasi yemi. Men buni abitlik bilan kechqurunlik yem sifatida beraman. Ertalabki yemga esa men starter yemimizdan beraman. Bunda jo'jani semirtiradigan narsalar ko'p bo'lgani sababli birdaniga uzib qo'ymayman. Vitaminlarga kelsak, monaqa Biosuperit Chiktonik degan vitamini bor. 1 litr suvga 1 grammdan qo'shib yesalaring, jo'jalarga vitamin bo'lib sog'lom katta bo'ladi. Suyuq kalsiyum bersa bo'ladi, tuxum po'chog'ini maydalab, mana shunaqa qilib yemiga qo'shib bersak ham foyda bo'ladi. Mana shu jihatlarga e'tibor bersalaring, jo'janing hech qaysi o'lmay katta bo'ladi. Suvni ham bir kunda bir marta yangi qilib almashtirib turish kerak, vitaminlarni solib. Yangi kelgan jo'jalarga lampa yoqib qo'yish kerak, issiqlikni yaxshi ko'radi. Hozirgilarga oddiy sharoitdan bo'laveradi, o'zi kunning o'zi issiq. Mana shunday qilib boqsalaring o'lmaydi. Hozir bu yerda 13 ta jo'jamiz bor. Hech qaysi o'lmagan, katta bo'layapti. Mana shu maslahatlarni qilsalaring, sizlarniki ham o'lmay katta bo'ladi. Mokyun xo'rozligini qanday ajratish mumkin? O'tgan safargi videomda aytgandek, xo'rozligini tojdan ajratasizlar. Mana toj uzun bo'ladi. Mokyunni ham shu tojdan ajratasizlar. Mana shu mokyun, mana tojuncha o'smagan. Shu tojuncha o'smaganlari mokyun bo'ladi. O'tgan safargi videomda ham aytib o'tganman. Bu safar yana aytayapman. Eslatma bo'lish uchun. Bizni qo'llab-quvvatlagan holda obuna, like bosinglar videolarimizga. Yaqinda inkubator yasash haqida video qo'yaman. Unga ham obuna, like bosishni unutmanglar.